Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglovchi do'stlar. Biz aktiv faoliyatchimiz Xalmurod Uyg'ur Elsoy yozgan Apamni izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda biz Xalmurodning kichik vaqtidagi sarguzashtlari va ota taraf shajarasini o'qib o'tgan edik. Endi apa taraf shajarasiga keldik. Apamning ismi Guharxon, otasining ismi Tumur, uning otasining ismi Xivir. Onun atısının ismi Sattar. Onun atısının ismi Pettar. Onun atısının ismi Mahmud. Onun atısının ismi Ahmet. Onun atısının ismi yadımda qalmaptı. Apamның tigi savdogarlardan ishkan. Xivir dadam hajga berib shu yerda qazo qilgan ishkan. Uning otasi Sattar dadam hajdan yenishida Pokistonda qazo qilib shu yerga dafna qilingan ishkan. Uningdan burunqilarning qabrisining qayerda ekanligini bilmayman. Atamning tug'ilgan kunida cho'ng uyga baratdiq. Rahmatlik onam atamga lag'man qilib beradi. Onamning ismi Qamarxon edi. Uning ochisining ismi Manglixon edi. Manglixon onam Qamarxon onamni Komma deb chaqiradi. Manglixon onamni Qamarxon onam Mirya deydi. Bu ularning qisqartilgan ismlari bo'lsa kerak. Anam rahmetlik bu odatlarga hech qanday tushuntirish bermay ketib qoldi. Anam rahmetlik va uning bevosita tuqqanlari tipik Yevropalik chiroydagi kishilar edi. Shunga ba'zilar chaqchaq qilib, "Sening onang o'rus" deb qo'yatdi. Men onamdan "Siz o'rusmi?" deb so'ragaydim. Onam o'zining o'rus emasligini jazmlashtirgan edi. Turpanda ba'zi Uyg'urlar shunday Yevropalik chiroy chiqib qoladi. Ularni kirorallıqlarning avlodi bo'lishi mumkin deb programma ishlagaydi bir chaqlarda National Geographiyasi. Balki anamlar shularning avlodi bo'lsa kerak. Madaniyat zo'r inqilobidan burun Avstraliya oq tanliklarga bevosita vatandoshlik berish siyosatini yo'lga qo'ygan ekan. Anamning urug' tuqqanlari shu chaqlarda Avstraliyaga chiqib ketgan ekan. Yadımda qilishicha, men boshlang'uchga yangi kirgan yillari bizning uyga Avstraliyalik tuqqanlar yo'qlab kelgan edi. Ular butunlay chet ellik chiroy kishilar edi. Ularning bolalarimi bizning tilimizni bilmaydi. Endi hikoyani Qodir buvamdan boshlayman. Qodir buvam xoratchi ekan. Qancha bolalik bo'lganini bilmayman. Yosh vaqtlari bo'lsa kerak, G'o'jiniyaz hojim keptu degan gapni anglab, mahalladagilar bilan yig'ilishib Lukchunga beribdi. Shu yerda muhitlarning askari bo'libdi. Pichanda ko'p urushlar bo'libdi. Eng qattiq so'qish Lukchunda bo'libdi. Shu urushda Maqsud muhiti shahid bo'libdi. Bir qism askarlar Qarg'ujiga chekinibdi. Urus askarlarining Pichandan kelayotganligini anglab, To'qsonga chekinibdi. To'qsonda Xo'janiyazning askarlari bilan billa tepishib, shu yerdan Ko'rliga, andin janubga qarab ketibdi. Qodir buvam urushda yaralanib, turpanliq boshqa askarlar bilan To'qsonga kelyapti. Keyin Xo'janiyazning Sobit Damullamni yalab Urumchiga boshlab manganligini anglabdi. Mahmud Sijaning xabarchisi To'qsonga kelganda uning bilan ketishni ravo ko'rmay, Qarag'ujiga qaytib ketibdi. G'upur danamning deb berishicha, u chog'lardagi askarlar uncha muntizim emas ekan. Shundaqdimi, sharqdan janubga qadar musofani besib, urush qilishga qodir bo'lgan ekan. Muhitlarning askarlari Uyg'ur askarlari orasida eng muntizim hisoblansa-mu, askarlarning hammasiga qurol yetishmaydi ekan. Qodir bovam shu chog'larda nayza yasashga mas'ul bo'lgan ekan. To'qsonda qora miltiqlarni o'zgartib yasaydigan bir zavod qurib, texi rasmiy ishga kirishmayla u yerdan chekinishga majbur bo'lgan ekan. Bu hikoyalarning hammasi eg'izcha qoldirilgan bo'lganligi uchun bularning tarixiy qiymatining qanchalik bo'lishi menga aniq emas. Shundaqdimi, dadam rahmatlikdan anglaganlarni yezib qoldirg'im keldi. Hamdul dadam bo'yi pakarroq, cho'qur yuz, qiziqqan kishi ekan. Mahalla gangungi saniladigan to'q, qassoblik qiladigan to'q. Kishilar Hamdul, Hangul deb atashadigan ekan to'q. Chilishish bo'lganda Ostonidan kelgan bir chilishchi Hamdul bovamni yerga qattiq urutibdigan, shuning bilan Hamdul bovam: "Chilishda sayyangding, nochi bo'lsang mushishib ko'rayli"
desa, astonliq chilishchi uningga. Qandaqlik qilsam seni yengib olman, deb po etibdikan. Hamdul bovam uni urib yiqitib qo'yib, uni ilib kelgan boylarning o'ch ilishidan qechib Turponga, keyin Manasga ketibdikan. Manasda tunji o'g'li dadam G'upur tug'ilibdikan. Keyin milliy armiyaning qurilganligini anglab, G'uljiga borgan ekan. U yerdan Turponga askar olg'ili borgan ekan. Bir yeziga borsa, u yerdagi kishilar xamonni ilib bo'lib borayli deganlik uchun achchig'ida xamonga o't qo'yayotgan ekan. Shu sababdan G'uljiga qaytganda jazolanganligini so'zlab bergan edi. Keyin Hamdul dadammu yaralanganmish. Shuning bilan orqa saf ishlariga mas'ul bo'lganmish. Milliy armiyaning bir qismi tarqitib o'tilganda Hamdul dadam To'qsonga berib, G'o'l bo'yiga joylashgan ekan. Dadamdan so'rasam, Qodir bovam Hamdul dadamning mijozini bilgashga, u yerda yushirinib turishga da'vat qilganmish. Keyin Hamdul bovam shu yerda bo'z yer ichib, yerlashib ketganmish. Hamdul dadam yashangan bo'lsa-mu sog'lom ekan to'q. Balkim shu chaqlarda 50 yoshlardagi kishilarnimi yashangan deydigan bo'lsa kerak. Qandaq hisoblasam, Hamdul dadamning yeshi shu chaqlarda eng jiq bo'lsa 60 atrofida chiqatdi. Madaniyat zo'r inqilobiy boshlanish oldida vaksina uramiz degan bahonada Hamdul dadamga urgan o'qul sababini qazo qilgan ekan. Bilishimcha shu chaqlarda Hamdul bovam dematli kishilarning ko'pi shundoq vaksina sababli o'lib ketgan ekan. G'upur dadam menga o'zining birdan-bir yolg'iz o'g'li bo'lgan menga jamoatimizning hikoyalarini aytib bergan edi. G'upur dadam Xitoylarning o'ch oldiganligi haqida ko'p so'zlab beradi. Shunga eng yaxshi chora o'zimizni oshkorlamaslik, ko'p ishlarga aralashmaslik deydi. Shunglashqimi Hamdul dadam qazo qilgandan keyin hech kim Hamdul dadamning milliy armiyada xizmat qilganligiga oid gaplarni sirtqa tinmagan ekan. G'upur dadam sukut qilishni tanlaganligini qayta degan edi. Ammo uning jamoatimizning hikoyasini aytib berishi amaliyotda sukutni emas, balki otalarimizdek yashab biqishni orzu qilganligidan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Dadam rahmatlik madaniyat zo'r inqilobida kala qutuniga sulangan ekan. Qancha yillab sisiq ziyoli nomida emgak bilan o'zgartirilgan ekan. Dadam rahmatlikning bir sayti bilan bir bagisi bor edi. Bagisini Hamdul dadamning berganligini aytgan edi. Rahmatlik G'upur dadam madaniyat zo'r inqilobida kala qutuniga sulangan ekan. Qancha yillab sisiq ziyoli nomida emgak bilan o'zgartirilgan ekan. Dadam rahmatlikning bir sayti bilan bir bagisi bor edi. Bagisini Hamdul dadamning berganligini aytgan edi. Saytini billa yatqan Samat ismli bir rus odamning berganligini deb bergan edi. Dadam u saytiga bak amroq edi. Uni so'qmining ostiga ko'mib qo'yib, qancha yillardan keyin olsa, yana ishlaganligini so'zlab maqtab ketadi. G'upur dadam Olg'oydan To'qsonga keladigan tosh o'stangni loyihilab, uning qurilishiga bevosita qatnashgan ekan. To'qsonda dadam rahmatlik bilan bir davrning odamlaridan dadam rahmatlikni bilmaydigan kishilar bak oz edi. Dadam rahmatlik bilan yezlarga borsak, kishilar dadam rahmatlikning qo'lini ching tutulib, uzoq mungdishatdi. Shu kishilar balkim dadamning kona sabdoshlari bo'lsa kerak. Dadam suv ishlari idorasining boshlig'i bo'lib ishlab pensiyaga chiqqan edi. Uni ba'zi kishilar G'upur Jurun deydi. Ba'zilar G'upur Mirab deyishatdi. Yana ba'zilar G'upur Jujang deyishatdi. U kishilarning dadam bilan o'xshamagan davrlarda tunishqanligidan derak beradi. Dadam Mirab bo'lib ishlaganda tunishqanlari dadamni Mirab deydi. Sekretar bo'lib ishlaganda tunishqanlari Jurun deydi. Su idorasiga boshliq bo'lganda tunishqanlari bo'lsa Jujang deydi. Dadam rahmatlikning ikki inisi, bir ochisi bor edi. Ochisining ismi Fatmaxa edi. Men Fatimaning ko'nglaki 70 yerda yamoqi degan naqshini supurgini duttar qilib chilib aytib o'ynayotganimda Fatmaxon cho'ng onam hassisi bilan birni qo'yib, "Bu shaytonning shumtiki" deb tillab qo'g'ilib o'tgan edi. Fatmaxon cho'ng onam qachonlar meni ko'rsa, qo'l yog'liqiga chigib olgan jigida chilollarini beradi.
U cho'ng onamning qachon tugab ketganligini bilmayman. Yodimda qilishicha, Fatmaxon cho'ng onam otamga "Moynoq katta bolang tursa, tirik yetim qilib, Guharxonni nadin bo'lmasa tepib yarishib jumu" deb hassini shiltib turib gap qilgaydi. O'gay opamga "Hey, Guharxon, uy bolam, sizning ismingiz nimitdi?" "Avu Sit Niyozning ayoli. Shu Guharxonla yodimda qapti. Ajabmi oyiq yinlik yetimti. Hayt degicha tamoqlarni qilib bo'ladigan" deb uni ta'tir qiynaytdi. Ba'zida o'gay opamga ichim og'rib qoladi. Dadam rahmatliklarning uyiga kelib turgan birdan-bir tuqqini shu Fatmaxon cho'ng opam bo'lg'achqa, dadamning cho'ng ojisi bo'lg'achqa hech kim uningga yonolmaydi. U chaqlarda onam rahmatlik tixi non yoqalaydi. Uy ishlarini o'zi qilolaydi. Balkim u chaqlarda onam rahmatlik 50 yoshlar atrofida bo'lsa kerak. Hozir ular mening xotiramdala qolib qolgandek. Ularning yashagan vaqtdagi iznolari faqat mening aslimamdala qolgandek qiladi. Rostini aytsam, ular ko'milgan qabristonliklarni Google xaritasini izlashga petin olmayman. Uyg'urning eng echinishliq bugungi kuniga shu rahmatlik bo'lib ketganlarmi sherik bo'lishdan mustasno bo'lolmadi. Ularning so'ngaklarining egisiz murdilar qatorida qayerlargadir dövlab qo'yilganligini tasavvur qilganimda uyqusiz kechalarni uyqusiz kunduzlar oraliqida yana uyqusiz kechalarga ulayman. Qandoq bo'lib, bundoq bir taqdirning bizning peshonimizga putilganligiga hayronligimda tugumas savollarga tugumas javoblarni izlab qiynalaman. Atam dadamning birdan-bir o'g'il farzand edi. Atam Turpan viloyatlik ma'muriy mahkamadan kasal sababidan baldur pensiyaga chiqqan edi. Atam Xitoy tillik maktabda o'qigan, Xitoy tilini puxta biladigan biri. Amaldorlar chambarigida yashab boqqan. Keyincha pensiyaga chiqib, o'zi bek, o'zi xon turmushda yashashni tanlagan edi. Hamdul buvamdan keyin bizning jamoatimiz siyosat yoki qarshilik hayotidan o'zini qochirib kelgan edi. Xuddi boshqa Uyg'urlarga o'xshashla sukutda yashashni. Bizni chaqmagan yilon 1000 yil yashasin shuarini mizon qilishni talab olgan edik. Ailemizning xotirjamligini, ailemizning bexatarligini har vaqt birinchi o'ringa qo'yib, sabrda yashashni tanlagan edik. Hayot qilish va ko'payish eng kuchli qarshilik deb tunish qachonlardan buyon Uyg'urlarning eng asosli qarshilik shakliga aylanganligini bilmayman. Ammo shundoq bir hayot shaklidagi turmushqa tug'ilgan menga o'xshash nurg'unimiz shundoq yashashni o'zimizga udum qilib kelib olgan edik. Sukutimizdan mügdigan hayotligimizni 2017-yili boshlangan jazo lagerlari silkib uyg'otdi. Darhol emas, balki asta-asta, toki 2018-yilning 5-i bo'lg'icha shundoq bo'ldi. Tug'ilgan kunimda jamoatimizning odati bo'yicha opamga telefon berdim. Opamga: "Apa, meni tuqqan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat sizga" desam. Opam menga yaxshi tilaklarni tilaydi. Bu odatimizning qachon, kim tarafidan boshlanganligini bilmayman. Otammu shunday qiladi. Dadamning unda qildigan qilmaydiganligini bilmaydi ekanman. Chunki dadamning opasi men tug'ilgandila yo'q ekan. Ammo dadamningmi tug'ilgan kunini o'tkazatdik. Tuluq o'tirda Turpan viloyatlik tajriba o'tirda o'qiganim. Qo'sh tillik sinfda o'qitdim. Adabiyot o'qituvchimiz Umar Abdullah edi. U xeyli tunilgan yozuvchi edi. Uning nurg'un asarlari e'lon qilingan, hatto bir qancha kitobi nashr qilingan edi. Umar muallim bizning jamoatimizning bundaq bir odati borligini bilgandan keyin shu yillari Tarim G'unchilari jurnalida "Apa, meni tuqqan kuningizga muborak bo'lsin" degan bir nasrni e'lon qilgan. Yodimda qilishicha, u nasri nurg'un g'ulg'ula qo'zg'agan. Hatto ba'zi kishilar buning Uyg'urlarning tug'ilgan kun o'tkazish madaniyati bo'lib qilishi mumkinligini munozirlar qilishqimi ulgurganmish. Umar muallim menga shu haqda so'zlab berganligi yodimda. 2017-yili aprelda opamga telefon berdim. U kuni mening tug'ilgan kunim edi.
Apamning telefonini elishini, menga go'zal tilaklarni tilishini umid qilgan edim. Afsus, telefoni qayta javobsiz qoldi. Ata, opamga shuncha qitim telefon ursam olmadi. Biror ish bo'lmagandu? deb so'radim otamdan. Otammu bir qancha qitim telefon urgandan keyin telefonimga javob bergan edi. Otamning ovozidagi titrashdan bir ansizlikni tuydim. Kallamga har xil xiyollar kelishga boshladi. Opam shuningdan taxminan 1 yil burun o'sma sababidan cho'ng operatsiyaga tushgan edi. Kallamga men eng xohlamaydigan xiyollar kelishga boshladi. "Voy ana, dadamga telefon ursam nima ish qolmaydi?" deb so'raytdim cho'ng uyga telefon berib. 1,5 yilga yaqin dadamning ovozini anglayolmagan edim. Dadam bek qiziqchi odam edi. Dadam bilan mungdashqanda uning so'raydigan savollari ba'zida meni kuldirsa, ba'zida meni o'yga solatdi. "Balam, sen turayotgan u yerda qor jiq yog'amdikan. Daryo o'stanglari qandoqkan?" deb suv haqida ko'p so'raydi dadam. Finlandiyaning ilgari ruslarning bir kenazligi ishganligini, keyin mustaqil bo'lganligini, Sovetlar ittifoqining Finlandiyaga urush boshlab, Finlandiyaning sharqini besib olganligini menga deb bergan edi dadam rahmatlik. Uning bu bilimlarni qayerdan, qachonlarda egallaganligiga hayron edim. Dadam rahmatlik kompyuterdan burunqi davrlarda yashagan kishi. U Google'dan, Wikipedia'dan yordam olmaydi. Ularning bilimlari qachonlarda qaysidir kitoblardan o'rgangan uchurlar bilan cheklanadi. Unutib qolsa, shu kitobni qayta tepib varaqlashiga to'g'ri keladi. Dadamni yo'qotishim hayotimdagi eng cho'ng yo'qotishlarning biri edi. Dadamni so'rab, qo'shnimizning o'g'liga, bolalikdagi do'stim Oblatjonga telefon berdim. "Adash, dadamga telefon ursam olmayotidi. Ansirab qoldim-ku." "Ag'inam, sizga da qo'ymasam bo'lmaydi endi. G'upur dadam 1,5 yilcha bu qoldi, tugab ket qoldi", dedi. Bolalikdagi do'stim. Telefonimni tutib yerga tizilib qolgan edim. Bu yerda oshirmachilik qilmadim. Rostla yerga, Finlandiyaning sheg'illiq yeriga tizilib qolgan edim. Dadam rahmatlik tugab ketib, toki 1,5 yilgacha uydagilarning menga uni demaganligi menga har kelgan edi. "Xalmurat, agar bilgan bo'lsang bora olamdi. Silni olqiniga ilib cho'ng qilgan dadang rahmatlikning tavutini ko'tara olamdi?" deb o'z-o'zimdan so'radim. Unda qilolmaydim. Musofirchilikdagi tunji yo'qotishim dadam bo'lib qilishni tasavvur qilolmagan edim. Shu chaqda ular bilan xo'shlashgan shu kuni mening qo'llarimni ching siqib turib, "Balam, yiroq yerga safarga chiqilyapsan. Yiningga buni silib olg'in", deb menga qo'l yog'liqiga chigilgan to'pini berganligi yodimda. Birdilla xotiram yillar burun sarsonlik hayotim boshlangan shu chog'larga ketdi. Magistrlik o'qiyotgan chog'larim edi. 5-iyul qirg'inchiligidan keyin qattiq bostirish bilan vatandagi internet va telefon aloqasi chet el bilan uzilgan edi. Ota-onamning ahvolini bilolmay yurganimda ko'tarolmasang sangiltib degandek ish bo'ldi. Kechlik bozorning yendiki Antip Plaza degan savdo saroyidagi avtomatik pul elish mashinasi banka kartamni yutibetdi. O'lmakning ustiga tepmakning nima ishkanligini shu chaqda tushungandek bo'ldim. Mashina oldida turib qolgan edim. Nima qilishimni bilolmay, ko'zlarim qorong'ulashgan edi. Voqirg'um, mashinani tepib chiqib, ichidagi kartamni ilib olg'um keladi. Nimalar ish bo'lsa, kulib muomala qildigan taylandliklar yenimdan o'tkash qitib qolgan ekranning oldida turganligimni ko'rib, kulimsirab o'tib ketmoqda. "Chanja tuvi, aray, day, bangni, kop" deb so'radi. Biri yenimga kelib yenik talaffuzda. O'ttira yoshlik biri kelib Taylandcha "Mendan yordam lozimmi?" deb so'ragan edi.
Shu chaqda chiroyin turpanliqlarga o'xshab qoldigan bu odamni ko'rib, quchoqlab yig'lig'im kelgan edi. Bo'layotgan ishlar menga bek har kelgan edi. 5-iyul qirg'inchiligida oshkorlangan videolarni qayta-qayta ko'rib, o'zimning urug' tuqqanlarini, tunishlarimni izlagan edim. Ular bilan aloqalasholmay, ularning hayotligini bilolmay, uyqusiz bu mamlakatda yolg'izlikning nimaligini haqiqiy his qilgan edim. Vatandagi vaqtimda cho'lga berishni, cho'lda yolg'iz qilishni to'liq yaxshi ko'ratdim. Qancha qitim Turpandan avtobus bilan yo'lga chiqib, Lükchün bozoridan o'tadigan 106-nomerlik tosh yo'ldan chiqib, sharqqa qarab minib, qumliqqa kirib ketatdim. Qumliqqa doim shafaqning chiqishini tomosha qilg'ili bo'ladigan sayohatchilar boradigan yer bor edi. Shu yerda aslahalarimni ilib, g'arbiy janubga qarab minib, qumliqdan chiqib ketatdim. Piyoda qumliqdan chiqib ketishim uchun bir kun vaqt ketadi. Doim 2 kunga yetgudek suv ilib olatdim. Shu chaqlarda o'zimni ajoyib his qilatdim. Qumliqda sendan boshqa hech kim yo'q. O'zing yolg'iz. Sirtqi dunyoning emas, balki botiningmi eng cho'nqirlarining sadosini anglay olaysan. O'zing bilan muңdisha olaysan. O'zingni shu chaqda eng yaxshi tushuna olaysan. Shu chaqdagi yolg'izlik menga shundoq huzur beradi. Kechiring, men taylandcha bilmayman, deb javob berdim u turpaliq chiroy odamga. U yana nimalarnidir degandek qildi. Menmu taylandliklarga o'xshashla kulib turib javob berdim. Menga bozorning yana bir tarafida boshqa avtomatik pul elish mashinasining borligini deganligini tushunganda qildim. Uningga rahmatimni aytib, kimga dardimni aytishni bilmay, velosipedimni minib, Changmay shahrining ko'chalarini chingdashga boshladim. Tropik Belvaq rayonining klimatiga moslashtirib silingan uylar orasidagi ko'chalarda ketib boraman. Shu ko'chalarda botxonlarning hovlilarida va do'qmushlarda xotirjam salqindab yotgan itlarning yetishiga qarab, dadamlarning mahallasidagi shu itlar yodimga kelib qolgan edi. Mavu tilangini opirib, ko'rikning yinidagi jo'jamning tuvidagi dasga to'kib qo'y. Lalmi itlarning rizqi ekan, deb sho'rpaga so'ngaklarni va qotgan nonlarni chilab beradi rahmatlik onam. Bizning mahallaning itlari, bizning mahallaning odamlarining hammasini taniydi. Boshqa mahallaliklar bizning mahallaga kelib qolsa, ular toki birarining uyiga kirgicha orqadan agishib mangadi. Yo'lda mangmay birarining beg'iga yoki orqa eshigi tarafga qarab mangan zaman havushib ularga xirs qiladi. Shunglashqimikin bizning mahalla bozorga yaqin bo'lsa-mu, biror qitim birarsining uyiga o'g'ri kirdi deganni anglab boqmagan edik. Ana, mahalladagi yiliq itlar yo'q bu ketdi-ku, nega ketdi ular? Deb so'ragaydim rahmatlik onamdan. Chet elga chiqishdan burun cho'ng uyga eng oxirgi qitim borganimda. Voy, o itlarni patqizamdi bu Xitoylar. Qurilishga kelgan Xitoylarning birsini tishlab qo'ygan to'q. G'aljir o'qapti deb tut ketdi deydi. Qishning kuni ishtimisa so'g'i ish ketdi deydi-ku Xitoylarning. Biz haqqa o'xshamaydigan cheg'i va. Amaydulla akam shu Xitoylar haqqachon ya qo'ydi o itlarni deb yurgan bir vaqtlarda. Qara, avu Fatmaxon borg'u. Tizi og'rib bo'lmay, itning terisini yo'g'ab tikan to'q. Saqi qapti deydi. Deb javob bergaydi onam rahmatlik. Bekmu gapga usta ayol edi. Onam mahalliki xotinlarning hammasini dadam rahmatlik yasab bergan simot supiga yig'ib olib parang qilib beradi. Komsomolning vaqtlar edi. Bizning adamni o'qigankan deb tutkatmamdi. Meni Gongshening oshxonasiga bo'l qo'ydi Hajar xoylam. Obdan ayol edi. Shuning bilan buni kala boqadiganga opiribdi-dak. Eg'ildila yotqizdikan. Bir kuni Isar xoylam rahmatlik mundoq bir xoltining burjigida qo'noq uni akab o'g'irliqcha berib qo'ydi. G'opirga non qilib opirib bering deb. U chog'larda tunurga o't yoqil bo'lamdi. Birdamda tutib olmay, tunurga o't yiq qo'ysak, Gongshening unini o'g'irlagan deb pipan qilib, saq qo'ymaydi. Shunda qilib ko'mash qilib berdim. Janubda jiq qildi deydi uni.
6 bir xotin badi bizning Gongsheda. Abduvelikam rahmatlik berib, xotin qib akaygankantuq. Keyin naga ketdikintan ash xotin. Kömashni daynaq payzi qilvatadigan nondaklar bo'ldikantuq. Shuning bilan Habibulga mavuni akangga opirib ba, o'zing yevama maqmu deb yanchug'iga bir siqim uzum tiqib, bizninkiga avatgan deb hikoya so'zlab xotinlarni og'ziga qaratib o'ltiratdi rahmatlik anam. Anamning etpagan bu hikoyalarga tasdiq solganda qilib, rahmatlik dadam, men o'qishga minishdan burun Anang non avatibdikan-tuq. Uni ko'rqas bo'lmaydi. Boshqalarga ko'kazmay yemisang, pipan qilib uradigan xonbeyvinglar. Qursaqqa nim berdi deysan, suyuq umashchilib berdigan. Samatda bir seriqchash o'rus odam bir eg'il dedi, mening bilan. Menmu o'ruq bo'lmaymanmu. Uni qalini imib opsan deb bo'zaq qilib urib, bir qo'lni sundirib atgaydi. Pattar cho'qur degan go'y. Shuningga anang bergan bir parcha nonni bergan. Manga so'qmining yeriqiga tiqib qo'ygan soatini unumisam, unumay bergaydi. Qarab baqa. Hozirgacha obdan mangadu. Yiroqqa mang'ilvatsan, asli bakamni beray degan. Buni haqqachon ilib mang'olmaysan. Mushu soatni sana bersam, mening yodikorim deb saqlab qo'y. Deb manga Sovetning ishlagan soatini bergan edi. Belikimdagi soatimga qaradim. Kech soat 8 bo'g'ilib o'tibdi. Changmay shahrining ko'chalarini kezib, horg'an, suvsizlangan va qursqim ochqa edi. Yanchuqimni aqtirdim. Yanchuqimda 100 batla pul qolgan edi. Әтә banka ichilganda berib, kartamni qachon ilib olg'ili bo'ldiganligini bilgandan keyin bu pulni ishiltay deb o'ylab, qursqim och holda ijara olgan uyga qaytdim. Sizning kartangiz chet elning kartasi ekan. Odatda chet elning kartasini Markaziy bankaga avatidi. Andin biz iltimos qilsak, sizga avatib bersa, mushu yerga kelib ilib olsangiz bo'ladi, deb javob berdi savolimga. Chiroyli grim qilib olgan taylandlik qiz. Taxminan qachonlarda ilib olayman deb so'ragan savolimga 2 hafta degan javobni anglab, ko'zlarim yana bir qitim qorong'ulashgandek bo'ldi. Ammo boshqa choram yo'q edi. Uningga tezroq bo'lishi kerakligini toplab, telefon nomerimni qoldirib qo'ydim. Natunish shaharning ko'chasida, natunish tovushlarda, natunish manzarada ketib boraman. Natunish puroqlar, natunish chiroylar, natunish madaniyat meni yaklayotgandek qiladi. Vatansizlikni tunji his qilmoqda edim. Bu Uyg'ursiz yurtda kimga telefon berishimni, kimga dard aytishimni, kimdan yordam so'rashimni bilmaydim. Yenimdagi pul 2 haftalik suv pulg'imi yetmaydi. Qadamlarim meni natunish kishilar to'pi orasiga so'rab ketib bormoqda. Ko'zlarim yoshqa to'lmoqda. Ammo ularni majburiy yutib o'tishga tirishyapman. Yolg'izlik. Kishilar to'pidagi bu xil yolg'izlik odamning ruhiyatini o'ldiradi. Shunda qilib, bu kitobni o'qishimiz bugun mush yergacha bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.